ba'zida ayblashadi. Yumor yo'nalishidagi ijodkorlarimiz kimdir bachkanalikka berilib ketibdi, kimdir demak, qoyilib olmayapti. Lekin bu insonga bunday izohlar yarashmaydi. Bularni hazillarini biz nafaqatgina O'zbekistonda, balkim Amerikadagi yurtdoshlar bilan birgalikda maza qilib eshitamiz va ular AQShga kelgan paytlarida biz ularni xuddi Leninni 11-syezdda kutib olgandek kutib olganmiz. Shunchalik xursand bo'lib. Hurmatli mehmonlar, kutib oling, Avaz Oxun. Qarang Avaziga, menga ham shunchalik qarshi bo'lgandi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, ustozlarga, mana shu yerda o'tirgan kitob ixlosmandlariga, Otabek aka sizga alohida salom, tabrik. O'sha Nyu-Yorkdagi qishlog'ingizga borganman men ham. Shu Nyu-Yorkda ko'chada ketayotib, qarasam, sizni banneringiz turgan ekan. Otabek Mahkamov deb yozilgan. O'sha yerda radio bormidi, adashmasam? Shu radioni qoshida o'sha yerda katta rasm turgan ekan. Juda ham xursand bo'lganman ko'rib, chunki o'zimizni qadrdonni, o'zimizni tanishi, bu yerda ko'rish, katta shaharda rasmini ko'rish bizga boshqacha tuyulgan. Va sizni serqirra ijodkor sifatida hurmat qilamiz, ham aktyor, ham yurist, ham shoir, ham bloger. Menimcha yer sharini bir 2 marta aylanib chiqqan bo'lsangiz kerak. Antarktidaga bormadingiz menimcha. Antarktidaga bormadingiz, sovuqqa yo'g'roqligingiz bilinib turibdi shundan ham. Bugun kitob taqdimoti ekan, men birinchi marta bunaqa taqdimotda qatnashib turishim, juda ham xursandman. Bir katta olimdan so'rashgan ekan, qanaqa kitob o'qiysiz desa, men kitob o'qimayman debdi. Shuncha odam qarab o'tiribdi sizga, eshitib o'tiribdi. Unaqa demang, yoshlar qarab turibdi sizga. Nimaga kitob o'qimaysiz desa, vaqtim yo'q, kitob o'qish, yozishim kerak ekan degan ekanda. Siz ham o'zingiz kitob o'qiysizmi yo'q bilmayman, lekin kitob yozasiz. Haqiqatda boya Muqaddas opam aytganlaridek, hozir hammani qo'lda telefon, mana hozir ham telefonda. Hozir bu talabalarga o'qituvchilar savol topib bera olmayapti. Xohlagan savoliga internetda javob bor. Falon voqea qachon bo'lgan desa, shuna telefonda olyapti, partani tagiga tiqib internetga kirib, mana shu yili bo'lgan ekan, domla deydi. So o'qituvchi ham telefonda olib sekin partani tagiga tiqadi. Internetga kirib turib, to'g'ri ekan, o'tirib besh deyapti-da. Shuning uchun kitob o'qishimiz kerak. Albatta, men o'zim san'atkor sifatida men kitob o'qimayotganligimizni bizni aybimiz, xatoyimiz deb o'ylayman men, Zuhra opa, chunki men kechirasizlar-ku, Navoiyni tanimaydigan san'atkor bor ekan. Xonanda telefon qilishib, Alisher Navoiy bobomizni tavallud topgan kunlariga shoirlar, olimlar yig'ilgan. 2 dona ashula aytib keting debdi. U ham borib, davrada to'g'ri mikrofonni qo'liga olib, avvalambor Alisher akam bugungi ajoyib kunlar bilan tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Keyin bilan qo'shiq qarisin degan ekanda. Shunaqa nima deydi? Hozir internet, zamon, telefon xabari qo'lida. Lekin kitob o'qishga juda kam vaqt ajratyapmiz. Menimcha, mana shunaqa taqdimotlarning ko'payishi, mana shunaqangi katta mana shu taqdimotni bir hozir haybatini ko'rib men haqiqatda qoyil qolyapman. Konsert qilsa ham shuncha odam yig'olmasa kerak menimcha unchasi. Taqdimotga shuncha odam kelgani, bu kitob uchun shuncha odam kelgani, bu juda katta voqelik va yangilik bo'ldi biz uchun ham, sizlar uchun ham. Chin yurakdan sizni tabriklayman. Sog'lik, salomatlik tilayman va men o'zim ham rosa sayohatni yaxshi ko'raman va sizga havas qilaman. Salomat bo'ling. Kitxo'ya vazika. Mana bu kichkina sizga sovg'a, karta raqamini keyin aytib beraman, to'lab berasiz. Alisher Navoiy haqida juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Men hattoki mana shu kitobda mana qahramonlarimdan biri bu Tohir Malik va joylari jannatda bo'lsin. Oxirgi intervyularini ular menga bergandilar va intervyuda mana shunda misolni keltirgandilar. Imtihonda adabiyot bo'yicha bir talaba hech narsa bilmas ekan, oxiri Tohir aka so'radilar. Hech bo'lmasam Alisher Navoiyni tug'ilgan va vafot etgan yillarini aytib o'ting. Shunda to'g'risida Alisher Navoiyni, demak, kalendarda rasmlari va tagida shunday yozilgan. Deb qilib ko'rsatdilar o'zlari. Talabamga qarab,
bilmayman debdi. Mana Alisher Navoiy-ku, ha, ko'rib turaman, rasmlarni tanidim. Ha, tagida yozilgan-ku, tug'ilgan va vafot etgan sanalari. Ha, yo'g'i, men o'ylayman, u Alisher Navoiyning telefon raqamlari deb. Shuning uchun mana shunday voqealar bo'lmasligi uchun biz ko'proq kitob o'qishimiz kerak. Rahmat Abbas aka. Avazahum.